Mana ko'kalar tuli jo'ja qilib qo'yilgan. Uchta yutgan, yaxshi pullardan yutgan ko'kalar tayyorlanyapti. Zo'rini boqaman deganlar chiqarasizlar. Qozog'istonga bergan chempionni hamtanasi qo'yavering. O'tgan yil 1,5 ming sotganman Qozog'istonga. Sommalardan yutgan. Shuni radnoy hamtanasi. Tuli bu jo'ja qilib qo'yganman ko'kalar. Yaxshi pul bo'lsa beramiz ko'kalar. Bo'lsam tomoshaga. 4 kilo 700 hozir. 5 kiloni yomoni bo'ladi. Joning sog' bo'lsin. Yurrovi ham, kaltigi ham yomon buni. Tayyorlanyapti. Joning sog' bo'lsin. To'lov mana 100% yetdi. Mojik kaltaga qotirib yuboradi. Yaxshi pul bo'lsa beramiz, bo'lmasam tomoshaga. Xolos tayyorlayapmiz buni. Mana zo'r aka-ukalar. Tarozi qo'yib bering. Hozir quruq holati 4 kilo 700 aka-ukalar, 5 kilo tayyor bo'ladi mana. 4 kilo 700. 5 kiloda tayyor bo'ladi. Joning sog' bugun. Mojik. Yaxshisidan boqaman deganlar chiqarasizlar. Tarab o'ynayman degan aka-ukalar chiqarasizlar. Joning sog' bugun. Ko'taring. Bu tuli bor aka-ukalar, bir tuli bo'ldi. Jo'ja qilib qo'yganman. Mana zo'r. Tomoshaga.